Ramzan Qodirov rus generalidan tiz cho'kib uzr so'rashni talab qildi. Katta jang boshlanish arafasida AQSh harbiylari Venesuelaga qarshi operatsiya boshlashga tayyorligini ma'lum qildi. Vengriya Rossiya o'rniga Turkmanistondan gaz sotib olmoqchi. Rossiya sun'iy yo'ldoshlarimizni o'chirib qo'ymoqda. Britaniya general-mayori. Endi esa batafsil. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftani o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faoliyatni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Ramzan Qodirov rus generalidan tiz cho'kib uzr so'rashni talab qildi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligining Chechenistondagi harbiy guruhlari sobiq qo'mondoni general-polkovnik Vladimir Shamanovni Chechen xalqiga nisbatan shafqatsizligi uchun harbiy tribunalga tortishni talab qildi. Qodirovning keskin bayonotiga ayni paytda RF Davlat Dumasi deputati lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan generalning Chechenistondagi shahar nomlarini o'zgartirish tashabbusini tanqid qilgani sabab bo'ldi. Grozny TV xabar berishicha, Qodirov general Shamanovni razil qabih shaxs deb atar ekan. Checheniston urushi davrida u Chechen xalqiga shafqatsiz munosabatda bo'lgani, jumladan erkaklarni dalaga olib chiqib otib tashlaganini qayd etgan. Ramzan Qodirov Telegramdagi rasmiy sahifasida ham Vladimir Shamanovga keskin murojaat yo'llagan. Shamanov, senga shaxsan murojaat qilmoqdaman. Agar vatanparvar degan sifatga andak bo'lsa-da davong bo'lsa, tarafdorlaringni yigʼ va maxsus harbiy amaliyotning oldingi saflariga ravona bo'l. Qobiliyatingni ko'rsat. Tinch aholini tahqirlagan holda to'plagan boy tajribangdan juda yaxshi xabarimiz bor. Dumada o'tirib o'zingni xalq himoyachisi deya da'vo qilishga ma'naviy haqqing yo'q. Sen tiz cho'kishing va tinch aholi vakillarining o'ldirilishi, talon-taroj va vayronkorliklari uchun Chechen xalqidan uzr so'rashing kerak deb talab qilgan Ramzan Qodirov. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 25-sentyabr kuni Davlat Dumasi Chechenistondagi 3 shahar nomini o'zgartirishga oid qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Unga muvofiq Sernovodskiy shahri Sernovodsk, Naurskiy shahri Never va Shilkovskiy shahri esa Terek deb ataladigan bo'ldi. Davlat Dumasining qo'mita raisi o'rinbosari general-polkovnik Vladimir Shamanov bu tashabbusni tarixiy nomlarni yo'q qilish deya tanqid qildi. Ma'lumot o'rnida Qodirov tomonidan keskin qoralangan Vladimir Shamanov birinchi Chechen urushi davrida 1996-yilning aprel-iyul oylarida RF